alaykum. Bugun Xudo xolasa sizlar bilan birinchi darsimizni boshlaymiz. Yangi loyihaga qo'l urdik. Xudo xohlasa 2 oy davomida sizlar bilan 2 oy davomida bepul darslar berib boriladi har kuni. Xo'p, darsimizda 3 ta narsa muhim. Birinchisi bu niyat. Ya'ni yaxshi niyat qilib, Xudo xohlasa Xudodan so'rasa Alloh taolo beradi. Ikkinchisi bu tushunish. Uchinchisi bu eslab qolish. Eng asosiysi bu eslab qolish. Xudo xohlasa biz dars o'tib beramiz tushunishlaring uchun. Tushunmagan savollaring bo'lsa, boshqa bo'lsa bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xo'p, eslab qolish uchun sizlarga vazifa beriladi har kunlik. O'sha vazifalarni qilib borsalaring, Xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Bugun Xudo xohlasa birinchi darsimiz sizlar bilan raqamlar haqida tushuncha degan mavzuyimiz ekan. Raqam qoidasi bor. Raqam deb sonlarni yozish uchun ishlatiladigan belgilarga aytiladi. Xo'p, endi raqamlar ikki turga bo'linadi. O'z o'rniga ega bo'lgan raqamlar va o'z o'rniga ega bo'lmagan raqamlar. Xo'p, bugun o'z o'rniga ega bo'lmagan raqamlar haqida gaplashamiz. O'z o'rniga ega bo'lmagan raqamlar bu rim raqamlari. Rim raqamlari nimaga o'z o'rniga ega emas deb aytiladi? Chunki bitta sonni bir nechta xil ko'rinishda yozish mumkin. Misol uchun 99. 99 yozish uchun rim raqamlarda shunaqa qoida bor. Katta son chap tarafiga kichkina son yozilsa ayriladi. S bu 100, tayoqcha 1. 100 dan 1 ayirsak 99. Yoki 99 ni quyidagi ko'rinishda ham yozish mumkin. 100 dan 10 ayirsak 90 va 9. Ikkalasi ham bir xil 99. Shuning uchun rim raqamlari kelishmovchiliklar ko'p kelib chiqqan. Shuning uchun rim raqamlardan voz kechilgan va o'zimizda o'nlik sanoq sistemasiga o'tilgan. O'z o'rniga ega bo'lgan raqamlar. Xudo xohlasa buni ertaga gaplashamiz. Bugun rim raqamlarini ishlatishni o'rganamiz. Rim raqamlarini hozir standart shakli bor. O'sha standart shakli bo'yicha o'rganamiz. Ya'ni quyidagi jadvalni chiroyli qilib ko'chirib olsak, Xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Jadval bo'yicha yozilaveradi. Misol uchun 47 degan sonni yozmoqchimiz. 47 degani 40 plus 7 degani. Jadvaldan 40 ni qidiramiz. 40 bu XL ekan. Mana 40 ni yozyapman. XL deb. Endi 7 kerak bizga. 7 ni mana belgilayapman va ikkita tayoqcha ekan va ikkita tayoqcha. Mana shu ifodamiz rim raqamlarda 47 bo'lar ekan. Misol uchun 128 ni yozmoqchimiz. 128 degani 100 plus 20 plus 8. Ya'ni xona birliklariga ajratib olib o'tsak juda ham oson bo'ladi. 100 bu S ni o'zi 100 deb yozyapmiz. Ya'ni S. 20 degani ikkita X degani, 8 degani va 3 ta tayoqcha degani. 128. Xo'p, misol uchun 2476 ni yozmoqchiman. 2476 degani 2000 plus 400 plus 70 plus 6 degan. Xo'p, 2000 ni jadvaldan qidiryapmiz. 2000 degani mana bu yerda jicha noto'g'ri yozilib qolibdi. 2 ta m degani. Xo'p, 2000 degani 2 ta m. 70 degani L 2 ta X, 6 degani V tayoqcha degan. Mana shu 2476. Xo'p, rim raqamlari o'zi aslida 3999 gacha bo'lgan. Hozirgi zamonaviy rim raqamlarda qo'shimchalar kiritilgan. Ya'ni 5 tepasiga bitta chiziqcha chizib qo'ysa 3 ta 0 qo'shiladi. Ya'ni 5000 deb o'qiladi. 10 tepasiga bitta chiziqcha chizib qo'ysa 10000. 50 tepasiga bitta chiziqcha chizib qo'ysa 50000. 100 tepasiga bitta chiziqcha chizib qo'ysa 100000. 1000 ni tepasiga bitta chiziqcha chizib qo'ysa, ya'ni 1 million deb o'qiladi. Ya'ni bu qo'shimcha narsa, ya'ni qulaylik tug'dirish uchun, ya'ni bizda sonlar katta sonlar ham ishlagani uchun, ya'ni 4000 dan katta sonlar kelib qolsa, uni ham yoza olishimiz uchun o'ylab topilgan. Misol uchun 10378 ni yozmoqchiman. 10378 10000 bor, 300 bor, 70 bor va 8 bor.
Xo'p, 10378. 10000 degani x tepasida chiziqchasi bor. 10000 degani 300 degani 3 ta s degani 70 degani bu l x degani 8 degani v 3 ta tayoqcha degani. Ya'ni quyidagi ko'rinishda yoziladi. Juda ham oson. Xo'p, bugungi mavzuyimiz shu. Tushunmagan joylaring bo'lsa, videoni pauza qilib, bemalol qaytarib ko'rishlaring mumkin. Sizlarga bugungi beriladigan vazifamiz sizlarga ikki xonali sonlarda yozasizlar, 40 dona va rim raqamiga olib o'tasizlar. Misol uchun 24, 2 ta x va oldin tayoqchasi bor. 24, 78, 50, 2 ta x qo'shsa 70 va 3 ta tayoqcha. Ya'ni jadvaldan foydalanib yozaverasizlar. Qancha ko'p yozsalaring shuncha ko'p eslab qolasizlar. 2 xonali 40 ta son yozasizlar, rim raqamiga olib o'tasizlar. 3 xonali 40 ta son yozasizlar, uni ham rim raqamiga olib o'tasizlar. 218 degani 218 degani. Xo'p, 4 xonali son yozasizlar, bundan 40 ta 2418. Mabodo tushunmay qolgan joylaring bo'lsa, bemalol Telegramdan murojaat qilishlaring mumkin. Lichkaga qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariya ochiladi. Xudo xohlasa, bemalol savol berishlaring mumkin bo'ladi.